Namoyishga chaqiriq. Shvetsiyada yashayotgan barliq Sharq Turkistonlik Uyg'ur qarindoshlarimizni vatanimizda Xitoy tajovuzchilari yurgizayotgan dahshatlik irqiy qirg'inchilikqa qarshi hamda Shvetsiya xalqi va hukumatiga xalqimizning ovozini anglatish uchun namoyish qilishga ruxsat ilindi. Barliq imkoni bor qarindoshlarimizning qimmatlik vaqtini vatandagi shu mazlum xalqimiz uchun bir soatni ajratishga chaqiriq qilamiz. Qani, sizmi keling, birlikda xalqimizning ovozi bo'laylik. Vaqti 2022 yili 11 ayning 5 kuni. Soat 14 dan 15 gacha. O'rni Shvetsiya parlament binosining oldida. Hurmat bilan Shvetsiya Uyg'ur birligi.